Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan tezkor avia. Bugun Toshkentga обратно reyslar bilan tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har bitta qo'yilayotgan videolarga bittadan kommentariy, bittadan like bossalaringiz sizlardan minnatdor bo'lamiz. Xo'p, birinchi reys Bunuk va Toshkent yo'nalishi uchish vaqti 20:50 da, Moskva vaqti bilan 21:05 da ikkita reys uchadigan reys bor. Qo'nish vaqti 2:45 da, keyingisi 03:00 da uchadi. Bagajlisining narxi 2.500.000 chiqadi. Bez bagajining narxi 2.300.000 so'm chiqadi. Uchish vaqti Moskva bilan uchadi, qo'nish vaqti O'zbekiston vaqti bilan bo'ladi. Keyingisi Peterdan Toshkentga bo'ladi. Uchish vaqti 13:15 da Sankt-Peterburg vaqti bilan samolyot uchadi. 20:05 ga Toshkent vaqti bilan kelib qo'nadi. 2.900.000 bagajlisi, 2.700.000 bez bagaji chiqadi. Xo'p, bundan keyingisi Sochi Toshkent yo'nalishi. Uchish vaqti 10:30 da Sochi vaqti bilan samolyot uchadi. 15:55 ga Toshkent vaqtiga kelib qo'nadi. 2.600.000 bagajlisi, 2.400.000 bez bagaji chiqadi. Bundan keyingisi Kazan Toshkent yo'nalishi. Uchish vaqti 22:00 da Kazan vaqti bilan samolyot uchadi. 03:00 ga Toshkent vaqtiga kelib qo'nadi. Bagajlisining narxi 2.400.000, bez bagajining narxi 2.200.000 chiqadi. Hop, undan keyin Novosibirdan Toshkentga uchadigan reysimiz. Uchish vaqti 02:30 da Novosibir vaqti bilan samolyot uchadi. 03:30 ga Toshkent vaqtiga kelib qo'nadi. Bagajlisining narxi 2.100.000, bez bagajining narxi 1.900.000 chiqadi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahalda ro'parasida. Ekranda nomerlar aloqaga chiqa olasizlar. WhatsApp, Telegram постоянно ishlab turadi. Agar masofa uzoq bo'lsa yoki Moskvada chet elda turgan bo'lsangiz, через Telegram yoki WhatsApp orqali pasport kopiya jo'natsangiz, sizga biletingizni elektron tarzda jo'natib beramiz. Siz xohlagan usulda rublda yoki so'mda, siz xohlagan sizga qulay bo'lgan to'lovlarda amalga oshirishingiz mumkin.